Kanalimizni ochib olamiz va o'zingizlarga mos qilib rilka olisizlarda buyog'iga boshidan ikkita teshigiga o'tkazamiz. Ikkita teshigiga o'tkazib olamiz. Shakamiz ikkala tarafini. Birinchi bitta tosh o'tkazib olamiz. Bitta tosh o'tkazib olamiz. Mana buyog'idan qaytarib o'tkazib olamiz. Menga uzunroq rilka qilish udobniroq bo'ladi. Boshdan ustun qiynalsanglar ko'p orasida rilka ulangan joyi bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshilab mustahkam qilib olib o'tkazdik. Bitta rilka, bitta munchoqni. Endi o'ng tarafiga, mana boshlagan tarafimizga 3 ta munchoq o'tkazib olib, 3 ta munchoq o'tkazib olib, 3-chisidan qaytaramiz, oxirgisidan qaytaramizda. Mana o'tkazib olamiz. Hozir men to'qiyotgan usulim bu ertaga mabodo rilkalari uzilib ketsa ham munchoqlari sochilib ketmaydi. Mana bitta o'tkazib oldik, 3 ta o'tkazib oldik. Mahkamlab. Endi ikkinchisi bitta tashab, birinchi bitta munchoq o'tkazib olamiz. Bitta tashab, ikkinchi teshigimizga kirgizib, bitta teshik tashab, ikkinchi teshigimizga kirgizib, boyaga tashab ketgan teshigimizdan qaytarib o'tkazamizda. Qaytarib o'tkazib, mana bu yoqda mana shu yerdan yana qaytarib chiqaramiz. Boyaga hozirgi qo'ygan munchoqimizdan qaytarib chiqarib olamiz. Yaxshilab qotirib oldik. Endi yana ikkita munchoq o'tkazib, ikkinchisidan qaytarib olamiz. Ikkinchisidan qaytarib oldik. Endi qizlar qaranglar. Bizni munchoqimiz razmeri sal kattaroq bo'lgani hisobiga keyingi to'qib ketayotganlaring 3 ta to'qib 3 ta joy tashab to'qib ketamiz. Ya'ni bitta munchoq o'tkazib olasizlar. Bo'sh joyidan 3-chi teshigidan kirgizib, navbatdagi bo'sh teshiklardan 3-chi teshigidan kirgizib, 3-chi teshikdan kirgizamizda. 3-chi teshikdan kirgizib olib, birinchi teshikdan qaytarib chiqaramiz. Birinchi teshigimizdan qaytarib chiqarib olamiz. Qaytarib chiqarib oldik. Endi ikkinchi tomonimizga yana ikkita munchoq o'tkazamiz. Shunday qilib oxirigacha to'qib boramiz.
Sizlar mana yarmigacha to'qib oldik. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bitta tarafshalkamiz ikkinchi tarafshalkamizga nisbatan ancha uzun bo'lib qolyapti. Mana shuni oldini olish uchun o'rtasiga kelganimizda petlali qilibmiz. Oddiy bir-biridan o'tkazib bittasini qilib to'qib olamiz. Bitta oldim. Uchinchi teshikdan o'tkazib birinchi teshigimizdan qaytarib oldim. Birinchi teshigimizdan qaytarib oldim. Qaytarib o'tkazdim. Endi ikkita tosh o'tkazib olamizda, ikkinchisidan bir-biridan bunday qilib o'tkazamiz. Shunda boyagi uzun tarafshalkamiz bu yoqqa o'tib qoladi. Bu yoq tarafdan ko'ra ko'proq shilka ketadi. Shuning uchun yarmiga yetganimizda bu yoqqa o'tkazib olamiz uzun tarafini va davom etib ketaveramiz. Avvalgidek petlali qilib to'qiymiz. Bizlar petlali to'qishimiz sababi agar mabodo uzilib ketib qolsa yokida birorta qaychdagimi biror holat bo'lib uzilib ketib qolsa, monchog'inglar sochilib ketmaydi. Turadi joyida. Bu videolarni agar e'tibor berib kuzatgan bo'lsanglar, ko'p sumka to'qiydigan qizlarimiz shunaqa eksperiment qilib ko'rgan. Qaychida yasagan sumkalarni qaychida kesib ko'rsatib berishgan. O'shanga petlali qilib to'qisak, ham mustahkam, qattiq chiqadi, ham ishinglar chiroyli bo'ladi. Bu yoq tarafini yasab bo'lganimizdan keyin bu yog'ini ham xuddi shunday qilib to'qib chiqamiz. E'tibor qilinglar qizlar. To'qiganinglar qatori bir xil bo'lishi kerak buniki bilan. Bo'lmasa femoratlaring o'xshamay, yopilmay qolishi ham mumkin. Shuni hisobiga. Jo'qa qancha kichkina bo'lgan sari to'qishimiz shuncha oson bo'lib ketaveradi. Ham qo'limiz ancha o'rganib qoladi. Yasashga petlali qilib yasaymiz. Keyin petlali qilishni bitta yaxshi tarafi, oddiy bir-biridan o'tkazib tortsak, mablag' chiqib ketadi-da, xalaqtib beradi. Mustahkam qattiq bo'lishiga xalaqtib beradi. Shuning uchun petlali to'qisanglar joyida turadi leskanglar. Monchog'inglar chiqib ham ketmaydi. O'shaning uchun maslahat beraman. Petlali to'qishinglarga qatorlariga ham ahamiyat beringlar. Ekan qizlar, hozir mana 3 ta teshikni bitta qilib to'qiyamiz-ku. Ba'zi toshlarimiz kichkina razmerda bo'ladi. Hozir masalan meni munchoqlarim 10 razmerda, 8 razmerda ham ko'pchilik qiladi. 8 razmerli xurstanlardan foydalanishadi. Shunaqa zakazlar ham olib qolishingiz mumkin. Unda 3 ta emas, 2 ta teshik bilan birga to'qiysizlar. 2 ta teshikdan ikkinchisidan o'tib, birinchisidan qaytarasizlar. O'shanda chiroyli bo'lib, zich bo'lib chiqadi. Agar 3 tani bitta qilib to'qisanglar, munchoqinglar kichkina bo'lib qolsa, qatoringlar chiroyli chiqmaydi-da, katta oralari ochilib qolishi mumkin. O'shani hisobiga kichkina razmerdagi munchoqlarga 3 ta emas, 2 ta tashab to'qib ketasizlar. Boshida ikkitasini qilib olib, uni qolganda 3 tasini, ikkitasini bitta qilib to'qib ketasizlar. Ba'zi joylarda to'g'ri kelib qoladi, joyi juda ham kam bo'lib qolishi mumkin. O'shanda 3 tasini bitta qilib ba'zi oraliqlariga to'qib ketsanglar ham bo'ladi. Qizlar agar kursimda o'qimoqchi bo'lsanglar, men sizlarga arzon munchoq sotadigan joylarni, arzon do'konlarni ham aytib o'tib ketaman. Ularda dastavkalariga ham bor. Даже boshqa davlatlarga ham dastavka qilib berishadi. Masalan, Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi, shu davlatlarga ham, Rossiyalikka ham dastavka qilib berishadi. Lekin Rossiyani o'zida arzon bo'lsa kerak bu munchoqlar. Munchoqlarimiz lekin Xitoydan kirib keladi hammasi. Qizlar mana qaranglar, oxiriga yetib keldik. Oxirida e'tibor qilsanglar 4 ta teshik qoldi. Endi oxirini ham boyagi boshidaqa qilib, ikkita teshikka o'tkazamiz. Bo'lmasam qatoringlar o'xshamay qoladi. Boyagi boshidaqa qilib, ikkitasiga ikkinchisidan o'tkazib olib,
Oxirida yana ikkita joyimiz qoldi. Oxiriga o'tqizib olamiz. Oxirida doim mana bu o'ng tarafdagi jilkaga to'qib kelayotgan bo'lsak, oxirida qaytarish uchun chap tarafdagi jilkaga o'tkazamiz. Petla qilib olib, ikkinchi o'ng tarafdagi jilkani o'tkazib olamiz petlamizdan. Chunki bizga qaytib berish kerak. Oxirigacha to'qib chiqdik. Endi bu yoq tarafini ham shunday to'qib chiqamiz. Faqat e'tibor qilinglar, qizlar. Mana bu yoqda joy qolishi kerak. Mana shu yerda joy qolishi kerak. Bo'lmasam yopilmay qoladi qizlar. Hozir qaytarib yana bir qator to'qib chiqib, uchinchi qatoridan ikkinchi tarafiga ulab ketamiz. Endi bu yoqdan davom ettirish uchun birinchi 3 ta mo'jog' olib, 3 ta oldida, uchinchisidan petla o'tkazamizda qaytarib olamiz. Keyin sizlarga hozir juda ham hech kim o'rgatmaydigan usuldan o'rgataman. Juda ham oson usul. Anchadan beri shu usulni qo'llayman. Hech kim bunaqa hali to'qimasi kerak. Buni qaranglar. Bu jilkamizni, bu tarafdagi jilkamizni polni to'qmoqchi bo'lgan taraflardan polni o'tkazib chiqasizlar oxirigacha yoki da jilkalar yetib qunicha o'tkazib chiqasizlar. Bu rosa ham oson bo'ladi. Xohlaganingizcha buni o'tkazib chiqasizlar. Oxirigacha jilkamiz yetsa kerak. Mayli, yarmigacha o'tkazaylik. Oson bo'lishi uchun. Mana yarmigacha o'tkazib oldik. Versishga. Endi qaranglar. Endi qaranglar qizlar. Mana bu tarafiga ikkita munchoqni o'tkazib, uchini bu yoqdan mana bu o'tkazgan leskamizdan bitta kirgizib olamizda. Kirgizib olib, bu yoqqa birinchi munchoqimizga qasdimizda kirgizamizda, tortamiz. Tortib, bu petlarni orasiga kirgizib olamiz. Bunaqa qilib to'qisanglar juda ham oson, tez to'qiladi. Hali hech kim bunaqa to'qmasa ham kerak. Men birinchisi bo'lsam kerak. Shunday to'qib ketsanglar juda ham oson to'qiladi. Mana hozir bir ko'rsatib beraman. Ko'ryaptimi sizga? Mana bu yoqdan, mana shu yerdan o'tkazib chiqarib olamizda. Chiqarib olib, mana pastdagi emas, ikkinchi qo'shgan munchoqimizdan kirgizib qaytarib olamizda. Tortib, silib ko'rsak, tortib, bu yoqni kirgizib olamiz ichiga. Bu tarafdan tortib qo'yamiz. Juda ham oson bo'ladi. Bu yoqdan o'tkazib, bu yoqdan o'tkazib qilib o'tirmaysizlar. Birdaniga o'tkazib olib, to'qib ketaverasizlar. Juda ham oson bunaqa qilib to'qish. Men yana bir marta ko'rsataman. Mana mana bu yoqdan kirgizib, oxirgi jilkamiz, munchoqimizga kirgizib o'tkazib olamiz. Shunday qilib, yana bir qator to'qib chiqamiz. Keyin qatorida ikkinchi tomoniga qo'shishni o'rgataman. Mana femar sumkamizni bitta tarafiga 2 qator, bitta tarafiga 3 qator yasab olamiz. Bu tarafda 3 qator bo'ldi. Endi mana shu 3-qatorini jilkani oxiriga qo'yiladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, doim 4-qatori, keyingi qatori boshlash uchun bu yog'iga o'tkazilardi jilka. Davom etib ketish uchun, femar sumkamizni ulash uchun bu yoqqa o'tkazib, mana bu yog'iga o'tkazib to'qib ketamiz. Endi qizlar qaranglar, shu joyda bitta bu tarafga, yana bitta bu tarafga o'tkazib, yana bitta munchoqimizdan petla qilib to'qib olamiz. E'tibor qilinglar qizlar. Ulaganim yo'q bu tarafiga hali. Shunchaki yana bitta qator qo'shib oldimda.
Endi keyingi ishimiz mana bu ikkinchi tarafi qatorini boshidan bittasini o'tkazib olamiz. Bittasini o'tkazib olib, yana ikkitadan munchoq qilib to'qib ketamiz. Ikkitadan munchoq qilib to'qib ketamiz. Femar sumkamizda yasash qiyin ko'rinadi, lekin juda ham oson yasaladigan sumkalar. Ulandi. Bitta qo'shib to'qib ketdik. Ulandi. Endi shunaqa qilib bu yog'igacha to'qib olamizda, bu yoqda yana 3-qatorga ulab olamiz. Ikkinchi qatorini.